O'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ajoyib bitta tema haqida gaplashmoqchiman. Ya'ni kurs sotadigan blogerlar to'g'risida. Do'stlar, siz o'ylamang, ular qandaydir boyvachcha shuni hisobiga sizga ham yordam bermoqchi, siz ham boy bo'lishingiz uchun и так далее, тому подобное. Bular hammasi yolg'on, do'stlar. Ular boy bo'lishiga sabab sodda insonlardan foydalanib boyishadi. Misol uchun ular bitta kursni o'zlaricha o'ylab topishadi-da yoki qayerdandir skachat qilib olishadi-da, o'sha narsa haqida gapiradi va o'sha narsani sotadi sizga. Siz u kursni o'tganingizdan keyin yoki bo'lmasam u kursni sotib olganingizdan keyin u odamning kissasi to'ladimi pulga, siz bergan pulga, sizga o'xshagan sodda odamlar bergan pulga. Do'stlar, shuning uchun internetda har bo'lmagan narsalarga ishonavermang. Ular o'zlari noldan birorta biznesni ko'targan odamlar emas. U noldan biznesni ko'tarib katta boy bo'lgan odamlarga sizni 5 ming, 10 ming yoki 1 million, 2 million pulingiz kurs uchun vobshe kerak emas. U odamlar o'zini tajribasi bilan shogird olib, shogirdlari bilan bo'lishadi. Так что, do'stlar, aytishadi-ku, бесплатный сыр только в мышеловке deb. Bepul pul ishlash qiyin, do'stlar. Biznes bu juda qiyin masala. Siz o'ylamang, bitta kurs o'tdim, men bo'ldi, уже biznesmen bo'lib qoldim deb. U etapdan men o'tganman o'zim, shuning uchun sizlarga maslahatim, sizlarga не стоит bu narsani qilish. Bekordan bekorga pullaringni ketkazasizlar. Undan ko'ra o'zlaringda bor narsani rivojlantiringlar va o'sha temada sekin-sekin rivojlaninglar, sekin-sekin o'singlar. Ну когда